Assalomu alaykum, hurmatli marafon o'quv mashg'ulotlari qatnashchilari. Bugungi mavzuimiz juda ham qiziq. Ya'ni xolesterin buloshkalari, ateroskleroz kasalligi qanday rivojlanadi? Ovqatlanishni, irsiyatni bunga qanaqa aloqasi bor? Hamma qiziqtirgan savollaringizga bugun javob beraman. Birinchidan tushunib olishimiz kerak. Xolesterin buloshka bu nima degani? Ateroskleroz nima uchun ko'p aytiladi? Nima uchun hammaga shu to'g'ri ovqatlangin, ortiqcha vazn kerak emas deb qayta shifokorlar aytaverishadi. Nima uchun ba'zilarda sog'lom turmush tarziga amal qilishsa ham, lekin kasalliklar yuzaga keladi. Yuragi kasal bo'ladi. Irsiyatda qanaqa roli bor? O'rtoqlar, birinchi navbatda bilishimiz kerak. Ateroskleroz, ya'ni xolesterin buloshkalar bir kunda, bir soatda paydo bo'lmaydi. Agarda siz bugun to'yib yog'li osh yesangiz yoki borib fast food yesangiz, kartoshka fri yesangiz, bu degani sizda bugun xolesterin buloshka paydo bo'ldi degani emas. Bunga yillar, hattoki 10 yillar ketishi mumkin.